Assalomu yana bir marta qaranglar do'stlar, sizlarga ko'rsatib qo'yaman mana telefonimda barcha moshenniklarni. Bular hammasi moshennik do'stlar. Mana qaranglar mana. Mana bu mana. Bu shaxsan iflos meni aldadi. O'sha agent sifatida go'yoki men agentman, palonman deb mana. Sizlar ham aldanib qolmanglar. Mana ko'rdinglar-a, mana saytini nomlari mana ko'ringlar mana yaxshilab mana. Mana shu. Hop, undan tashqari mana bular hammasi bir go'r do'stlar. Hozir ko'rsataman sizlarga mana shu. Mana shu mana. Basharasini bir ko'rib qo'yinglar mana. Mana nomerlari mana ko'rdinglar-a? Mana. Mana shaxs mana. Hop. Mana qaranglar, keyin bitta ko'rsataman. Mana mana qaranglar, atay birma-bir ko'rsatyapman mana. Mana birma-bir bular hammasi moshennik. Hammasi moshennik. Mana birma-bir ko'rsatyapman. Mana firmalari nomi hammasi bular moshennik. Men bitta bular topyapman mana. Meni juda katta pulga aldashdi. Allohning taqdiri bilan sizlar ham meni holatimga tushib qolmanglar deb men shu xalqimiz uchun harakat qilyapman do'stlar. Xullas, endi gapirsam gap ko'p. Men oddiy bir pirojka purish bolaman do'stlar. O'zi yetim o'sganman. Meni buvam katta qilgan. Onamning onasi, onam o'tib ketgan 2013-yili. Hozir mana oyiga 4,5 million so'mdan to'layapman. Oddiy pirojka purish bola do'stlar. Mening 3 ta farzandim bor. Mana shirindan shakar mana farzandlarim mana. Endi meni holatimga tushib qolmanglar do'stlar. Mening yo'q hunarim bor ekan, alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo yordam beryapti. Sekin-sekin uzyapmiz endi. Lekin do'stlar, kimnidirda sharoiti yo'q, hunari yo'q, boshqasi yo'q, bechora o'zi zo'rg'a pul topadi. Shuning uchun meni holatimga tushib qolmanglar deyapman. Do'stlar, men hech kimdan pul so'rayotganim yo'q, noto'g'ri tushunmanglar. Men o'zim inshaalloh uzaman. Bu meni xatoyim. Shuning uchun men sizlarni ogohlantiryapman xolos, Alloh uchun ertaga, chunki qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo sizlarning haqqinglarni mendan so'raydi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziga ravo ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmaguncha iymoni komil bo'lmaydi degan musulmonlar haqida. Shuning uchun men o'zimga aldanishni ravo ko'rmaymanmi? Sizlarga ham ravo ko'rmasligim kerak. Iymonim taqozo qiladigan narsa shu do'stlar. Xo'p, yana xullas bular juda ham ko'p. Mana tiqilib yotibdi. Bular hammasi bir go'r moshennik mana do'stlar. Ataylardan bitta ko'rsatib qo'yapman mana. Mana ko'rdinglar-a? Mana Germaniya deydi, Angliya deydi, xullas boshqa joylar deydi. Hammasi bir go'r do'stlar. Har xil gaplar gapiradi mana. Bironta gapiga ishonmanglar do'stlar. Bular hammasi yolg'on. Yolg'on gaplar. Gapirmagan gap qolmaydi xullas sizlarni ishontirishlik uchun. Hozir men endi sizlarga